Assalomu alaykum. Bugungi videoda mahsulotlar savdosi qismini o'rganib chiqamiz. Demak, bu joyda bizda avval sotilgan mahsulotlar chiqib turadi. Hozircha sotuvlarimiz hali mavjud emas. Va bu joyda yangi savdo qismi. Ushbu joyni bosganimizda bizni yangi savdo oynasiga olib o'tadi. Sidebarni keling bu joydan yopib qo'ya turamiz. Bu joyda mahsulotlar qo'shish degan tugmacha turibdi. Ustiga bosganimizda bizda ombordagi mahsulotlarimiz chiqib kelib turadi. Pepsi 0,5 litr 6,000 so'mdan narx qo'yganmiz. Skladda 24 ta bor. 1 litrligi 7,000 so'mdan, skladimizda 24 ta. 1,5 litrligi 10,000 so'mdan, skladimizda 24 ta. Xuddi shu tarzda sizni qo'shgan barcha mahsulotlaringizni qoldig'i, narxi, hamma ma'lumoti mana shu yangi savdo qismida chiqib turadi. Ya'ni savdo qilish uchun kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlari. Bu joyda kalkulyator bor. Post tizimlarda yana kalkulyator ochib o'tirmasdan hammasini shu oynaning o'zida amalda bajarishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi oson. Bu joyda qaytarish rejimi, tovarlarni qaytarish uchun ishlatiladi bu narsa. Bu joyda kameramiz, barkod uchun. Agar barkod aparatingiz bo'lsa, shunchaki uni ulab qo'ysangiz yetadi. Sizga kamera shart bo'lmaydi. Saqlash va ochish bu mahsulotni vaqtincha saqlab va ochib turish uchun kerak bo'ladigan qismi. Klientlar qismi mavjud bu joyda. Bizning do'konimizdagi mavjud klientlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Va bu joyda qaysi sotuv turiga sotilishi, buni sozlamalardan nazorat qilishimiz, keraksizlarni bu joydan olib tashlashimiz ham mumkin. Faqat naqdga savdo qiladigan bo'lsak, faqat naqdni o'zini qoldirib qo'yishimiz kifoya bo'ladi o'shanda. Uni sozlamalardan keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Va bu joyda yakunlash qismi chek bilan yoki cheksiz. Keling bitta sotuv qilamiz. Masalan, 0,5 litrli Pepsi'dan 6,000 so'mdan 2 dona sotdik. Okey. Keling 1,5 litrlidan bitta qo'shib qo'yamiz, ya'ni yoniga bo'ldi. Xuddi shu sotuvni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ikkita Pepsi 6,000 so'mdan 12,000 so'm bu joyda chiqib turadi. Bitta 1,5 litrlik 10,000 so'mdan 10,000 so'm bu joyda. Jami summamiz 22,000 so'm bo'lyapti. Uni bu joyda ko'rishimiz mumkin 22,000 so'mga. Va ushbu joydan naqdmi yoki terminaldan chiqargan bo'lsak, pulini terminalga klikdan tushirgan bo'lsa, klikka bu joyni urishimiz mumkin. Bu joy bizga asosan o'zimizga kerak, ya'ni pullarimizni nazorat qilishimiz uchun, boshqa hech qanday maqsadlar uchun emas, o'zimiz uchun bu joy. Va yakunlash qismida cheksiz yoki chek bilan. Agar mijozdan chek so'raydigan bo'lsa, chek bilan yakunlaysiz. Keling, chek bilan yakunlab ko'ramiz. Cheksiz yakunlashda shunchaki hozir bizga dastur beradigan chek chiqmaydi xolos. Mana bu joyda do'konimiz nomi, sotuv chekini raqami, biz mahsulotni oson topib olishimiz uchun va bu joyda umumiy ma'lumotlar yozilgan. Printeringiz bo'lsa, chekni printerdan chiqarib olaverasiz, xuddi shu holatda. Cheksiz yakunlaganimizda oxiridagi model bizda chiqmasdi xolos. Keling, yana bitta mahsulot qo'shamizda. Bu joyda ko'radigan bo'lsangiz, qoldiqlarimiz ham bundan ikkita, bundan bitta kamaygan. Hozir sotuv qilganimiz hisobiga. Mana bu joyni ko'rib chiqamiz, saqlash va ochish. Saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda mana bu mahsulotimiz vaqtinchalik saqlanib qoladi. Keling, cheksiz ham sotib ko'ramiz mana. Cheksiz bo'ldi, mahsulot o'zi sotildi. Keyingi sotuvni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi bu joydan. Qoldiq ham kamaydi, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Asosiy sotuv qismi mana shu qismlardan iborat. Endi keyingi qismda qaytarish rejimi bilan klient tanlashni batafsil tushuntirib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.